Toshkent viloyatida o'zini ichki ishlar organlari xodimi deb fuqarodan pul undirgan shaxslar qo'lga olinib, qimorxona faoliyatiga chek qo'yildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirining 3-bosqichi doirasida Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi va uning quyi tizimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida tovlamachilik, qimor va tavakkalchilik o'yinlarini tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlar fosh etildi. Xususan, Chirchiq shahrida 2 nafar shaxs fuqaroga o'zlarini ichki ishlar organlari xodimi sifatida tanishtirib, uni jinoyatda ayblash hamda ish joyiga xabar berish bilan qo'rqitib, yashash xonadoniga bostirib kirgan va undan pul talab qilgan. Ular jabrlanuvchidan dastlab 2,5 million so'm va mobil telefonini olib, keyinchalik uni qaytarish evaziga $200 olishga erishgan. Shundan so'ng telefonidagi shaxsiy videolarni tarqatish bilan tahdid qilib, yana 20 million so'm talab qilib kelgan. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 2003-yilda tug'ilgan 2 shaxs jabrlanuvchidan oldindan kelishilgan 10 million so'mni olayotgan vaqtida Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, viloyat boshqarmasi hamda tezkor xodimlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Surishtiruv davomida ularning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga aloqasi yo'qligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash doirasida Yuqori Chirchiq tumanida pul tikish asosida xo'roz urishtirish o'yinlarini tashkil etgan shaxslar aniqlanib, voqea joyidan 9 dona jangar xo'roz, pul mablag'lari va elektron taymer ashyoviy dalil sifatida olindi. O'yinga pul tikkan 130 nafar shaxsga ma'muriy chora ko'rilgan bo'lsa, o'yinlarni tashkil etgan 3 nafar shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 278-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda qamoqqa olindi. Eslatib o'tamiz, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish 7 yilgacha, tovlamachilik jinoyat sodir qilganlar esa 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Mamlakat va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, qonun ustuvorligini mustahkamlash yo'nalishidagi tezkor tadbirlar izchil davom ettirilmoqda.